Biz bu shodlik, g'am, tashvish o'rab turgan hayotni bir bog' deb tasavvur qiladigan bo'lsak, bog'da bog'bon va niholning o'rni o'zgacha. Bog'bon e'tibor berib parvarish qiluvchi ota bo'lsa, nihol ko'klarga intiluvchi farzand bo'lar. Kimda erta, kimda kech tugavchi bu umrni nafis bir asarga o'xshatishimiz mumkin. Lekin asarning boshi va so'ngi ayondir. Ne desangiz, tug'ilish va o'lim. Ota farzandi uchun qanchalik qayg'ursa, kuysa, yonsa, farzand ham farzandi uchun shunchalik yonib kuyarkan. Shuning uchun charxfalak dunyo deb qalamni tutdim. Bog'bon nihol ekari, yaxshi niyatda. Bog'imning bejirim husni bo'lsin deb inson o'saverar daydi yillarda, yillarning zahmati tun quyoshi deb. Bog'bon ketaverar shamol ortidan, niholning taqdiri bog'lari boshqa, oppoq qor arimas padar boshidan, vorisning xayoli dunyo yo'lida. Bu hayot asarning so'ngiga keldik, qaytadan o'qilar yana to'garak, faqat o'zgaradi o'quvchi bog'bon, yurishlar o'zgargan, boshidan ketdik. Tabiat har yili yana o'zgarar, almashar soydagi shaffof jilg'alar, bog'bonning bog'lari suvsirab bo'lgan, nihol faqat bog'bonni xotirlab turar. Charxfalak misoli aylanar bu umr, do'stlarim dunyoning ishlari shunday, ne bo'lsa asarda bo'lar bu taqdir, insonning hayoti o'tar bir tushday. Ne bo'lsa asarda bo'lar bu taqdir, insonning hayoti o'tar bir tushday.